Ayni damda Istanbulda eng mashhur jome masjidlarining oldidagi Sulton Ahmad masjidining oldidamiz. Ya'niki bu yerga kelganlar bor, kelmaganlar bor. Bilmaganlar uchun kelishinglarni tavsiya beraman. Ko'rib o'zlari taassurotlarini qoldirsalaring bemalol bo'ladi. Kelganlar bo'lsa, izohlarda biz bo'lganmiz deb yozib qoldiringlar. Ya'niki ama bu yerda turistlar ham juda ham ko'p ekan. Qaysidir ma'noda aynan hozir juma namoziga vaqtimiz to'g'ri kelganligi uchun hozir juma namozidan chiqdik. Lekin turistlarda u ichkariga sayohat qilish uchun qo'yilmas ekan. Lekin boshqa din vakillari ham juda ham qaysidir ma'noda islom diniga qiziqishi deymizmi, juda ham intilishi juda ham yuqoriligini sezsak bo'ladi. Chunki odamlar ko'p, Izraeldan, Amerikadan, har xil davlatlardan kelgan insonlar mana shu yerda даже navbat turib shu yerda ichkariga kirmoqchi bo'lishyapti. Men oldin to'g'risi bu davlatda bo'lmaganligim uchun taassurotlarimni sizlar bilan bo'lishim keldi. Agar kelganlar bo'lsa, kelganmiz deb izohlarda yozib qoldiringlar. Bitta-bittadan like bosib, oldindan kattakon rahmat. Bu ayni damda Turkiyaning shu mashhur masjidlardan biri Sulton Ahmad jome masjidi hisoblanadi. Bu yerdagi odamlarni mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kelganlar bor, bilmaganlar bor. Bilmaganlar uchun ya'niki albatta kelib ko'rishlarini tavsiya qilib qolaman. Kelganlar bo'lsa izohlarda ko'rganman deb fikrlaringni yozib qoldirsalaring, yana ham manfaatli bo'lardi. Xursand bo'lardim ancha. Xo'p, bu yerda ko'rib turgan bo'lishinglarcha, ya'niki bu yerda ayollarga ham ruxsat berilgan. Ayollarga ham ruxsat berilgan. Shu o'rinda mana odamlar juda ham ko'p bu yerda. Har xil davlatdan kelishgan. Ba'zilari sayohat uchun ichkariga kirishyapti, lekin bu yerdagi qo'riqchilar tomonidan u sayohatchilarga juma namozi paytida aynan sayohat qilishga ruxsat berilmas ekan. Faqat musulmonlar namoz o'qish uchun kirishga ruxsat berilar ekan. Ko'ryapsizmi? Turli xil millat vakillari ham bu yerda navbatda turishibdi uni. Ya'niki bu ichkariga sayohat uchun kirish uchun. Demak, qaysidir din vakillariga ham islom dini juda ham qiziqligi ma'lum shunda. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu navbatda turganlar. Hammasi shular boshqa din vakillari. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu insonlar shu masjidni ichiga sayohat uchun kirishga navbatga turishibdi. Lekin asli bular musulmon emas. Bu o'sha Turkiyada Istanbuldagi juda mashhur Sulton Ahmad jome masjidi hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Istanbulda bunaqa chiroyli deb o'ylamagan edim. Ya'ni qaysidir ma'noda juda ham chiroyli shahar ekan. Menga yoqdi. Kelishinglarni tavsiya beraman sizlarga ham. Mana bu yerda muzeylar bor ekan.
Ama muzeylarda narxi juda ham baland ekan. 105 yevro ekan bir kishi uchun. Ya'ni bu salkam $100 dan balandroq. Odam juda ham ko'p, gavjum, har xil davlatlardan kelgan. Ya'niki juda ham odam soni juda ham ko'p. Qaraylar, odamlar juda ham ko'pligini. Juda ham odamlar ko'p. Bu yo'l tramvay yo'li. O'sha Sulton Ahmad jome masjidining oldidagi. Kelinglar, yoqimli ishtaha. Turkiyaning milliy kiyimlaridan do'konlar, bolachalarga maxsus bunaqaki kamzulchalar ham bor ekan. Chiroyli, aynan farzandi borlar uchun. Buni qaranglar. Naqadar chiroyli. Mana bu joylarda ham bilmagan odamda o'zi bo'lmasa kerak. O'zbekiston bayrog'i ko'rsatilib turibdi. Qadrdonlar, dengizni kim ko'ryapti? Mana shu yerdan turib. Ko'rinyaptimi? Hozir ana shu yerga boraman. Qaranglar, mashhur ko'chalar kim eslagan bo'lsa, Sushi Plaza. Onu qayerda ko'ryapsizlarmi? Yonboshchasiga suzib ketyapti.
ko'rayotgan bo'lsalaring. Mana bittasi yana. Bu sal kichkinaroq ekan. Kuzatuvda bo'lsa kerak menimcha u.